Moskvadan kelmoqchi bo'lgan ukalarimiz metro Kateniga kelasizlar. Shunaqa avtobuslarimiz primoy kassaga kirib, biletlarni olib xarid qilaverasizlar. Birinchi qo'l, ikkinchi qo'llar bo'lmaydi bu avtobuslarda, sababi bu davlat avtobusi aka-ukalar. Kelasizlar, avtokassadan biletlarni olib, primoy reyslarga ketasizlar. Narxlari boshqa avtobusga qaraganda 5000 rubl, 500 rubl qimmat bo'ladi, zato ishonchli aka-ukalar. Tilab olamiz aka-ukalarimizga shunaqa reyslarimiz sizlarga Toshkentdan, Moskvadan Toshkentga, Toshkentdan Moskvaga ketmoqchi bo'lsanglar, bemalol reyslarni amalga oshirib, qonuniy reyslarimiz sizlarning xizmatingizda bo'ladi. Toshkentdan Moskvaga, Moskvadan Toshkentga UzAvtotrans kompaniyaning avtobuslari xizmatingizda. Avtobus ish holatida hamma sharoitlari bor, konditsioner, bitta monitor va ikkinchi monitor jihozlangan. Konditsionerlar ishlayaptimi aka? Sharoit qalay ekan? Konditsioner muzlatib yormayaptimi? Borguncha o'ldiradi bu konditsioner. Pastlatib hozir aytamiz. Qayerdan aka? Nima gap aka? Avtobus qulaylari, nima deysiz? Qulaylariga. Yaxshimi? Mana to'sa to'lmasa xudo xolasa yuradi. Moskvadan kelmoqchi bo'lgan ukalarimiz metro Kateniga kelasizlar. Shunaqa avtobuslarimiz primoy kassaga kirib, biletlarni olib xarid qilaverasizlar. Birinchi qo'l, ikkinchi qo'llar bo'lmaydi bu avtobuslarda, sababi bu davlat avtobusi aka-ukalar. Kelasizlar, avtokassadan biletlarni olib, primoy reyslarga ketasizlar. Narxlari boshqa avtobusga qaraganda 5000 rubl, 500 rubl qimmat bo'ladi, zato ishonchli aka-ukalar.